Har bitta odamga 511 ming so'm berib, dunyodagi eng baland kolisoga chiqdik. Bu kolesoni qurilishi 2010-yilda boshlangan. 2020-yilda qurib tugatib, endi ishga tushirilmoqchi bo'lgan paytda koronavirus boshlanib qoldi. Lekin 2021-yilda u noto'g'ri qurilganini bilib to'xtatilgandi. 2024-yil 26-dekabr u ishga tushdi. Bizning baxtimizga borgan paytimiz ishlab turgandi. Eng oddiy biletlar 511 ming. U bilet ichiga faqat shu kabinkada aylanib kelish kiradi. Ovqatda alohida o'zingiz olasiz. Keyingi bilet premium bilet, u 687 ming. Uni ichida ovqatlanish ham bor. VIP biletini ham ikki xili bor. Birinchisi 934 ming, uni ichida faqat VIP ichimliklar kiradi. Keyingisi esa yiqilib tushmang, eshiting. 4 million 449 ming so'mlik bileti ham bor. Uni ichida ovqatlanishi va ichimliklar bor. Bu koleso atiga 36 minut aylanadi. 36 minut ichida shuncha pul to'lashga rozi bo'larmidingiz? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyga yozing.